Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun navbatdagi qabulimiz bank munosabati tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunda banklarga tadbirkorlar bilan uchrashib, o'zlarining kreditlarini taklif qilib, kelajakda bo'sh ish o'rinlarini yaratish tavsiyasi berilgan. Bugungi kunda Agrobankimiz tomonidan o'zini band qilgan fuqarolarga, yuridik tashkilotlarga imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Bugungi kunda o'zini band qilgan fuqarolarga mahalla bankining tavsiyanomasi asosida mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha 2 yil imtiyoz davrida 25 milliongacha ajratilmoqda. Undan tashqari biznesga birinchi qadam, ya'ni 12 milliongacha, unda ham 25%dan 4 yil muddatga 6 yil imtiyoz davri bilan kreditlar ajratilmoqda. Bu jismoniy shaxslarga, yuridik tashkilotlarimizga bo'lsa 312 qaror bo'yicha, ya'ni 100 milliongacha 1 yil faoliyatga ega bo'lgan tadbirkorlarga bezalov, ya'ni garov ta'minotisiz ajratilmoqda. Bundan tashqari 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti bilan, ayol tadbirkorlarimiz uchun bo'lsa hamroh loyihasi bo'yicha, unda ham yangi tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan ayollar uchun 100 milliongacha garovsiz, undan yuqori bo'lsa garov ta'minoti bilan. Bundan tashqari yoshlarga, institut bitiruvchilariga, ya'ni 60-61 qarorlar asosida kreditlar ajratilmoqda, imtiyozli kreditlar.